Assalomu alaykum azizlar. Yana sizlar bilan psixoterapevt Ozodjon Arziyev. Bugun sizlarga onaning duosi farzandni hayotiga ta'siri haqida psixoterapevt nuqtai nazaridan gaplashmoqchiman. Aziz do'stlar, bitta ajoyib hayotiy voqea. Qabulimga ayol kishi ona keldi. Ustoz, o'g'limning holati yaxshi emas, xavotirdaman. O'g'lim Amerikada, mendan uzoqda, ishlari yaxshi ketmayapti, hech omadi kelmayapti deb shunaqa shikoyatlar bilan keldi. Men psixoterapevt bo'lganligim uchun, inson ongining sirlarini bilganligim uchun bilamanki, onaning duosi farzandning hayotiga juda katta ta'sir qiladi. Va insonning ong ostidagi xohishlari qanaqa bo'lsa, hayoti birga bir mana shunaqa ketayotgan bo'ladi, atrof muhiti ham shunaqa ketayotgan bo'ladi. Bu narsani tan olish har kim ham birdaniga qabul qila olmaydi, oson emas, haqiqat og'ir tuyuladi. Lekin asl haqiqatni inson ko'rganda og'ir emas. Xullas, ona shunaqa muammolar bilan keldi. Men aytdim, sizni bu xavotiringizni asosi bor. Asosi o'g'lingizda emas, o'zingizni qalbingizni ichida. Buni topamiz, yo'qotamiz, o'g'lingizni ishlari yaxshi bo'ladi degan va'dalar berdim. Albatta birgalikda harakat qilsak dedim. Hamma bo'layotgan narsa sizni ong osti qarorlaringizning oqibati. O'g'lingizni ishlari yaxshi ketmayaptimi? Demak, bunga sabab bor. Bu bekordan bekorga emas. Siz bir tomondan o'g'lingizni ishlari zo'r ketishini xohlaysiz. Ikkinchi tomondan agar buni to'liq xohlaganingizda, bu niyatingiz butunlay butun bo'lganida Alloh allaqachon ijobat qilgan bo'lardi. Demak, sizni niyatingizda qanaqadir kamchilik bor. Niyatingizga qarshi gumonlar yopishib turibdiki, uni amalga oshishiga qo'ymayapti degan yo'nalishda ishlashni boshladik va inson ongida zo'r bo'lishini xohlayverishi mumkin, lekin insonning harakatini, hayotini ong osti boshqaradi. Ong osti bu qalbning tubi. Misol uchun muqaddas kitobimiz Qur'onda ham shunaqa aytilgan joyi borki, bandalarimning g'ofil niyatlarini, ya'ni aytib amalga oshishiga ishonmagan, ko'ngil tilida boshqa-yu dilida, ko'ngil tubida boshqacha bo'lgan niyatlarni ijobat qilmayman degan bir joylari borda. Ya'ni bu ong va ong osti borligini tasdiqlovchi bir misralar hisoblanadi, oyatlar hisoblanadi. Inson ko'nglini tubida nima bo'layotganligini o'ziga ko'rinmaydi ba'zan. Ong osti shunaqa bir jarayon hisoblanadi. U ong ostiga nima tushgan bo'lsa, o'sha narsadan kelib chiqib operatsiya qiladi, taroziga qo'yadi va xulosa qarorlar sodir bo'ladi. O'shaning uchun hech kim o'zini ayblashi kerak emas. Ammo farzandlaringiz holati bu sizni ong ostida ruxsat bera olganingiz darajasidan oshmaydi. Ona bilan ishladik. O'g'lim yaxshi bo'lishini bir tomondan xohlayman, ikkinchi tomondan xohlamayman. Tan olish kerak. Mumkin bo'lgan, nima uchundir zaril bo'lgan. Ya'ni advokatlik qilamiz, o'sha qarshi bo'lgan tomon, gumonga asos bo'lgan tomonlarni pardani ko'tarib advokatlik qilamiz. Nima uchundir zaril bo'lgan, buni chuqur aytib tan olish kerak. Tan olgandan keyin ma'lum bir bosqichlar bor. Kelib chiqyaptiki, ona o'g'lini zo'r daromad qilib ketishini xohlamayapti. Chunki zo'r pul topib ketsa, yoqda kimnidir topib oladi. O'zbekistonga kelgisi kelmay qoladi. Men uni sog'inib qiynalaman, de. Yana 5 ta qarshi fikr topdik, o'sha niyatiga qarshi 5 ta fikr topdik. Kimnidir topib oladi, hayoti buzilib ketishi mumkin, uylanmaydi, misol uchun, puli ko'p bo'lgandan keyin uni buni topibdi. Gapimga quloq solmay qo'yadi, maslahatlashmay qo'yadi degan fikr va mana shunaqa qo'rquvlardan kelib chiqib, ona o'zi o'g'lini ishi zo'r bo'lib ketishini qo'ymayotganligini tushunib yetdi. Har bir muammosini bitta-bitta yechib chiqdik. Men bilan gaplashmay qo'yadi, uzoqlashib ketadi degan fikr bo'lsa, siz yaxshi muomalada bo'lsangiz, unga ko'p aql o'rgatavermasangiz, agar siz unga faqat yaxshilik gaplar gapiradigan bo'lsangiz, sizdan uzoqlashgisi kelmaydi. Odamga suv soyga oqadi, qayerda qulay bo'lsa o'sha nima qiladi. Sirini o'rgandik, salbiy muomalasini to'xtatdik, ijobiy muomala qiladigan qilib, onada o'zgarish qildik. Xotirjam bo'ldi, uzoqlashib ketadi degan qo'rquv yo'qoldi. Boshqaga uylanib ketadi degan gap bor edi yoki bo'lmasam men ko'rmayman. Yaxshi pul topsa siz borishingiz mumkin, u kelib turadi, ko'rish muammo bo'lmaydi. Buni yechdik. Yaxshi muomala qilganingizdan keyin
o'ziz mehr berib turganingizda u unaqa qizlarga yopishib ketavermaydi. Ko'ngli mehrga to'la-ku. Ona mehridan farzand uverenniy bo'ladi. Och bo'ridek hamma joyga yopishib tashlanib ketavermaydi. Keyingi masalani yechganimiz, ona aytib boyagi u bukunga ilakishib qolish mumkin degan qo'rquv bo'lsa, siz gaplashib turganingizda, mehr berib turgan bo'lsangiz, shirin gapingizni eshitgan o'g'il ko'ngli to'q bo'ladi. Sizni mehringiz bilan to'ygan, unaqa u yoqqa bu yoqqa och bo'ridek yopishib tashlanib nima qilib izlanavermaydi va bu yoqda unaqa muammo bo'lmaydi. Ona shirin gapirib turish kerak, bola haqida ijobiy zo'r fikrda bo'lish kerak. Shunaqa bir oq fotiha duo aytib, nima niyatlari bo'lsa o'sha duo qilgan paytda aytib turgan paytda bolani miyasi dasturlanadi-da o'z-o'zidan. Anaqa tartayib ketadi deb bo'lmaydi, tartayib ketadi deb agar yaxshi gapirsa. Yaxshi gapirgan paytda taltayib ketadi degan holat bo'lsa, taltayganini to'g'rilaydigan gaplarni duo qilasiz. Duo qilgan paytingizda ishlaring yaxshi bo'lsin, omading zo'r bo'lsin, noto'g'ri yo'ldan Alloh asrasin, boyagi ko'nglingga yomon narsalar solmasin deb o'sha oldindan miyasiga boyagi egri yo'ldan asralishni, boshqalarni shunaqa programma beryapsiz-da. Duo qilganingizda siz bolangizni periprogrammirovать qilyapsiz bunday olib qaraganda. Har gal aytganingizda qo'lini ochib turibdimi, u ham shunga amin deyaptimi? Demak, o'ziga shu qaror qabul qildi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun duo paytida, duo qilganingizda Allohim birinchidan aytasiz, mana shunaqa ko'rkam, o'ktam, zo'rsan, Allohim o'zingga shukr. Yanada ishlaring yaxshi bo'laversin, ochilib ketavergan yuzingda doim nur yog'ilsin, ishlaring yaxshi bo'lsin, hamma bilan yaxshi muomalada bo'lgin, da egri yo'llardan Alloh o'zi asrasin, balo qazodan o'zi asrasin, birovga qo'pol gapirishdan o'zi asrasin va yomon munosabatlarga olib keladigan, g'azabga duchor bo'ladigan, g'azabga asos bo'ladigan xatti-harakatdan o'zi asrasin degan ma'noda shunaqa bir duolar qilinadiki, duoyingizda bola hamma instruksiyani oladi. O'sha instruksiyani olgandan keyin unda to'g'ri yo'nalish ketadi. Xullas, boyagi misolga qaytamiz, aziz do'stlar. Boshqani topib olish mumkin degan narsaga o'ziga yarasha siz gaplashib, yo'nalish berib turasiz. Do'stona munosabatda bo'lganingizdan keyin uni xohish, istaklarini ham unaqa rad etmasligiga ishonch bildirib, Xudo xolasa uylanasan, zo'r qizga uylanasan, yaxshi, odobli, aqlli, o'zingga yoqadigan debdi. Mana shunaqa siz xohlaysiz odobli, aqlli bo'lsin deysiz, u xohlaydi o'ziga yoqadigan bo'lsin. Hammasini qo'shing duoingiz ichiga-da. Shunaqa qilib muomala qilib tursangiz, u birdaniga u bu kimni topib olmaydi. Topib olgan taqdirda ham uylansa, siz kelin deb qabul qilasiz, muammo bo'lmaydi. Kelisha olmayman degan qo'rquv bor edi. Kelishni yo'l yo'rini o'rganamiz, kelishib ketasiz. Odam borki, hammani odamni ichida Alloh yaratganki, o'zini mehridan, nafasidan solgan. Har bir odamni yaxshi ko'rish mumkin, kelishish mumkin. Buni yo'l yo'rini ko'rsatgandan keyin bundan ham xotirjam bo'ldi. Xullas, hamma ichidagi gumonlar ketgandan keyin onani ko'nglida bolam ishlar yaxshi ketmayapti degan xavotir yo'q bo'ldi. Xavotir yo'q bo'lgandan keyin bolam ishlari zo'r bo'lyapti, tasavvur qiling dedim, ko'zi yetdi. Xotirjam bo'ldi, ko'zi yetdi. Inson bundoq ko'zi yetdimi, demak, uje yo'l ochildi degan. Bolasini yo'lini ona ochdi hozir. Va bir oydan keyin qabulimga yana qaytadan kelyapti. Xursand bo'lib ketdi. O'shanda ko'ngli xotirjam bo'lib ketdi. Bir oydan keyin qabulimga kelganda menga aytayapti, "Ozodjon, ustoz, haqiqatdan bolam ishlari zo'r bo'lib ketdi. Vashi rostdan zo'r, mo'jiza. O'zingiz mo'jiza qildingiz" deyapman. Endi meni bolamga ham shu usullarni o'rgating degan ma'noda, voy odam yaxshi bo'lgan sari yaxshi bo'ladi, shunaqa qaytib kelganini ko'rganman. Shuning uchun aziz ota-onalar, bolangizga unaqa bo'l, bunaqa bo'l deganingiz mayli, kerak, yo'nalish berishingiz kerak. Lekin eng asosiysi ichingizdan niyatlaringizni tahlil qilib, niyatlaringizni to'g'rilab olsangiz, qalbingizda obodlikni hosil qilib olganingizda farzandingizni hayotida obod bo'lishini 100% ta'minlaysiz. Botinni o'rganish kerak. Botinda xo'jayin bo'lganingizda zohirda muammo bo'lmaydi. Aziz do'stlar, sizlar bilan men psixolog, psixoterapevt, shifokor Ozodjon Mavlonovich Arziyev bo'ldim. Maslahat.uz kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi shunaqa qiziq efirlarimizda baxabar bo'lasiz.